Assalomu alaykum, Zarina dizayn mijozlari va kuzatuvchilari. Bugun biz yana bitta proyektimizni topshirdik. Sizlar bilan hozir tikkan pardalarimizni birma-bir ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Marhamat, pardalarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana hovlidan kirishimiz bilan bu yerda kattagina koridorimiz. Koridorimizda ikkita oynamiz bor. Mana bu yoqda naryoqda ikkita oynamiz bor va o'rtada eshigimiz bor. Biz oynalarga mana shunaqa Turkiyani blackoutlardan qildik va buni biz pultli qildik. Hozir sizlarga ko'rsataman. Kerak emas paytida, quyosh yo'q paytlarida setkamizni o'zi turadi va men blackoutini yuqoriga chiqarib qo'yamiz. Bu setkamizni natural sostavdagi setkalarimizdan qilganmiz va mana bu shokildalarimiz ko'ryapsizlarmi? Shunaqa chiroyli Degrape firmaniki natural sostavdagi plankalar. Qarang, chochqa o'xshaydi. Shunaqa mayin. Tepaga qarab ketadi. Quyosh yo'q paytda, yomg'ir yog'ayotgan paytlarida buni tepaga chiqarib olsak bo'ladi va buni xohlagan joyimizga to'xtatishimiz mumkin. Va mana shunaqa kojinli elementlarimizdan foydalandik. Juda ham chiroyli qilib bellarini, chunki tepamizda karnizimizning rangi shunaqa metallichskiy Turkiyadan kelgan, Guzi firmaniki u ham juda ham chiroyli ko'rishingiz mumkin. O'shaning uchun biz buni karnizimizning rangiga mosladik kojinli elementimizni. Juda ham lekin boshqacha yarashib turibdi setkamizga. Bu qalin parda emas, videoda qalin parda ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bu setichnining ozgina qalinrog'i, habechniroq setichni. Juda ham chiroyli qilib mana shunaqa yonlariga shokildalar tikkanmiz mana. Ko'rishingiz mumkin, qaranglar, buni puxliligini shunaqa zo'r turadi. Ko'rasizlarmi, qalin orqa obработкаларni yopib, repsivelar bilan yopganmiz. Orqalarini shunaqa chiroyli qilib obработка qilganmiz mana. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Endi mana bu yerda eshigimizni ham plankamizdan birinchi mana aytaman, qaranglar. Natural sostavdagi plankalarimiz Degrape firmaniki juda ham chiroyli. To'g'risini aytsam, bu plankalarni birinchi marta ishlatishimiz, chunki Degrape bilan endi hamkorlikni boshladik. Haqiqatdan zo'r, umuman tortilmaydi. Mana orqa obработкаларni ham ko'rishingiz mumkin. Shunaqa tekis turadi. Karnizimizdan qaranglar, yopilishini. Shunaqa zo'r yuradi. Ovozi balandroq eshitilayotgan bo'lishi mumkin, chunki menda mikrofon bor, lekin o'zi juda ham chiroyli, zo'r yuradi, silliq yuradi. Mana bu ham shunaqa setkadan foydalanganmiz bu yerda ham. Shunaqa chiroyli setkamizni ko'ringlar. Natural sostavdagi setkalarimiz rangi ham zo'r rang, bej rangda. Shunaqa og'irgina setka. Sizlarga ko'rsataman. Bu oynamizda ham xuddi shunaqa ikkita oynani bir xil qilib mana qilganmiz. Ko'rayotganinglardek bu yerda ham mana yonida pulti bor, tepaga chiqib ketadi. Xohlagan o'rganimizda to'xtatamiz va to'xtaydi. Chiroyli mana shunaqa setkalarimizdan foydalanganmiz bu yerda ham. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana koridorlarimizni. Mana bunichi mana shunaqa qilsa pishni bo'ladi, shunaqa zo'r turadi. Qo'lda buni ochib tashlash kerak-da. Qaranglar buni. Qarang, bu zo'rligini ochib tashlab vashi zo'r turadi. Bitta pardazmonda dazmol qilinsa bormi, vashi cho'tki turadi. Eshigimizning pardasi. Eshigimizni har doim mana shunaqa turadi. Quyosh kelgan paytda yopsalar bo'ladi. Yopganda ham zo'r turadi.
plankalarni bir-biriga kelib tegib qaranglar, bitta ham tortmagan. Va buni ham tushirib qo'ysak bo'ladi mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Karnizimizni tepasini rangi, mana tagida ham shu rang bor. Mana shu rangiga o'xshatdik belbog'imizni. Yergacha keladi. Agar yerda turishni xohlamasanglar, sal teparoqda to'xtatsa ham bo'ladi. Hozir men to'xtataman buni teparoqda. Mana bo'ldi. Buni qilgandan keyin защитник kerak emas, hech narsa kerak emas. Mana buni agar qo'yib yuborilsa, как tülli o'rnida turadi. Mana bu bo'lsa blackout o'rnida turibdi. Bu bizning shunaqa chiroyli koridorimizda qaranglar, lyustralarni va shunaqa chiroyligini olishgan. Shunaqa zo'r lyustralar olishgan. Mana endi koridordan keyin sizlarga zallarni ham ko'rsataman. Ketdik. Zaldan oldin bu yerda katta hol, bu yerda zal, bu yerda kuxnya, mana bu yerda yana bitta katta zal, uni yonida ojonning spalnalari. Ko'rasizlar hozir. Bu bizning glavniy mehmon kutadigan zalimiz. Juda ham chiroyli ko'rasizlar. Zalni o'zi o'sha chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar, zalni yorug' kattaligini qaranglar. Mana bu yerda shunaqa chiroyli go'zallik bor. Mana shunaqa zolota bilan seriy rangdan qilingan va o'sha chiroyli krasotamiz bor. Bu zalimizda ikkita oyna bor. Ko'rib turganinglardek, mana shohona pardalar qilganmiz bu yerda. Juda ham chiroyli. Mana ruchnoy работа portierimizni qilganmiz, eksklyuziv bularga deb mana. Ko'rasizlarmi? Qanaqa chiroyli bu. Chiroyligini ko'rasizlarmi buni? Go'zalligini ko'ringlar. Endi ham qushchalarni ko'rsatdik sizlarga qaranglar. Qushlar qaranglar, hammasi ruchnoy работа bular. Sizlar shunaqa chiroyli, gullarni, katta gullari hammasi ruchnoy работа. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zimizga rosa ham yoqdi. Yana bitta narsani aytaman, bu uyimizning balonligi 4 metr. Umuman yoniga ham, eniga ham ulamaganmiz, balon tuldan foydalanganmiz. Bu balon tullar под zakaz Turkiyadan kelgan. Nalichida bunaqa tul bo'lmaydi. Eng baloni 380 bo'ladi o'zi tulimizning, 360 bo'ladi. Bu под zakaz kelgan tulimiz. Mana kettan tulga shunaqa под zakaz qildik. 410 mana shu tulimizning bo'yi 410. Bu oynamiz ham kichkinaroq oynamizda bu yerda. Mana juda ham chiroyli bu ham chiqdi. Mana qushchalarni qaranglar, asha zo'r mana. Daraxtimizda qo'nib turibdi, asal bo'lib gullari bilan birgalikda. Zo'r chiqdi. Buni biz och rangdan foydalandik. Yonidagi rangimiz esa to'qroq rangidan foydalandik. Bu zalimizning orqasiga biz tulimizning orqasiga sonzashni qilmaganmiz va chiroyli blackout qilganmiz. Blackoutimizni mana ko'targanimizda, ko'rasizlarmi? Ko'tariladi va tulimizning o'zi qoladi. Hovli juda ham chiroyli, lekin hozir qorong'i bo'lgani uchun bilinmaydi va ko'targanimizda hovli ko'rinadi. Bu motorimiz Somfi motor, 5 yil garantiyasi bor. Eng qimmat nomerli motorlardan biri. Mana ko'tariladi, qaranglar, tulli o'zi turadi keyin ko'tarilganda. Bo'ldi, to'xtataman. Oxirigacha ko'tarilishi shart emas. Pardani qiynamaymiz. Va mana bu yerda shunaqa joy qilib qo'yganmiz. Juda ham udobli. Bu magnitli emas. Mana Somfiniki. O'zi shundoq turadi pardamizning yonida. Bu bizani ko'rayotganinglar glavniy zalimizning pardasi. Kimga shunaqa shohona
shunaqa komfort, shunaqa chiroyli, eksklyuziv, hech kim uyda yo'q, takrorlanmas, yana nima desam, hech kim qilib bera olmaydigan mana shunaqa modellar kerak bo'lsa, Zarina dizaynga murojaat qilinglar. Makaronchiklarni qaranglar, nejniy qilib shunaqa makaronchiklar ham qo'yib yubordik yoniga. Va mana shu makaronchikning rangidan shunaqa bubonchiklarimizni qo'ydik. Mana bu yerda qorachasi kamgina bor. Pardamizdan hech qayerda qora bo'lmasa ham izuminka uchun biz foydalandik, lekin o'zimga rosa ham yoqdi. Mana shu o'zim xohlagandim, qayerdadir kichkina qora narsa bo'lishi kerak edi. Chunki mana bu yerda ham uyimizda qora narsa bor mana. O'shaning uchun o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Bu bizning glavniy zalimiz. Bu yerda stol kelsa, shunaqa zo'r shohona dasturxonlar ham qilib beramiz, xudo xolisa. O'zimizni ko'zim to'ymayapti, ko'rib chiroyligidan buni. Hamma narsani Amerikan korsajga tikamiz. Bo'tam, bu ham hammasi Amerikan korsajga tikilgan. Endi hozir sizlarga kuxnyani ko'rsataman. Kuxnyada ham shunaqa zo'r pardalar ilganmiz. Ketdik. Mana zaldan chiqamiz. Mana bu yoqda bizani katta kuxnyamiz. Bismillah. Rahim, qaranglar buni. Zo'rligini qaranglar kuxnyamizni. Shunaqa chiroyli kuxnyamiz mana. Bu yerda mana shunaqa natural sostavdagi plankalarimizdan foydalandik o'zi. Juda ham chiroyli va mana tulimizni ko'rasizlarmi? Tegi boshqacha fakturada, tepasi boshqacha fakturada, rangi ham boshqacharoq kombinatsiya qilib berdik biz tulni. Va plankalarimiz esa natural sostavdagi plankalarimiz. Juda ham sifati yuqori darajada plankalar desam ham bo'ladi. Nomer 1 plankalarni ishlatdik. Mana bu tulimizni orqasida hozir ko'rsataman sizlarga mana. Shunaqa zo'r yuradi, ko'rasizlar. O'rtasidan bo'lishimizni xohlamadilar klientimiz. Va mana bu yerda mana shunaqa chiroyli Guzi firmadan, Turkiyaning eng yaxshi firmalaridan mana shunaqa Rollo shtor zakaz berganmiz. Rollo shtorimizning rangi tulimizning tegini rangiga mos mana. Ko'rasizlarmi? Mana bu nimadir yopishibdi. Rangini qaranglar, zo'rligini. Mana juda ham chiroyli. Tulli kerak paytda bunaqa chetga yig'ishtirib rolodan foydalansak bo'ladi va zashitka qilmadik, o'rniga mana shunaqa tul qildik. Tulni olib tashlasak ham rollo shtorimizning o'zi ham zo'r turadi. Mana shunaqa silliq yuradi, mayin. Zo'r zanjirlari ham. Tulimizning yonlarini ko'ringlar, amerikankada tikkanmiz, ko'rasizlarmi? Shunaqa chiroyli. Bu chok hamma ham tika olmaydi. O'zim maqtab qo'ysam. To'rsida hamma ham tika olmaydi. Hech kim tika olmaydi demayman-u, lekin hamma ham tika olmaydi bu tulni. Uyingizga parda tiksanglar, albatta choqlarga ahamiyat beringlar. Qanaqa zo'r turibdi, ko'rasizlarmi? Umuman tortilmagan. Ko'rsataman choqini sizlarga, bo'shim tortmagan. Bu oynamiz ham xuddi shunaqa, mana rollo shtorlarini, mana metallika ranglari ham juda ham chiroyli. Guzi firmadan qilganmiz bularni, pod zakaz mana. Ko'rasizlarmi? Mana fakturasi bilan tulimizning fakturasiga o'xshash qilib qilganmiz rollo shtori. Tulni olib tashlasalar ham, yuvishlariga berganda yoki ba'zi paytlarda tulsiz xohlagan paytlarida ham rollo shtorimizning o'zi ham zo'r turadi. Endi eshikka kelamiz. Eshigimizda xuddi shu tulimizni, mana shu tulimizni o'zini qilib yubordik. Bu yerda krem foydalanmadik. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, umuman krem yo'q bu yerda va mana bu plankamizni biz uzunasiga qo'ydik mana. Endi orqalarini qaranglar, obrabotkalarni. Buni ham pultda qilganmiz. Yopiladi mana. Ana.
va kerak paytda ochiladi. Orqa tomonda esa ayvon. Bu ayvonga endi tikamiz. Hali ilinmadi, hali tikilmadi bu. Endi bu yerda shunaqa chiroyli narsa qilib beramiz ayvonga. Bu yerda mana shunaqa eshik. Eshikni yopganimizda buni eshikni yopganimizda tulimizni ikkita chetda tursa ham bo'ladi va yopib qo'ysak ham bo'ladi. Lekin o'zi ko'rinmaydi, u yoq uncha ko'rinmaydi, qalin eshikdan qilishgan ekan, lekin shunda ham baribir parda qilmasa bo'lmaydigan joy. Ham ochilib qoldi yana. Shuning uchun mana yopib yubordik. Juda ham akkuratni chiqdi. Mijozimizga rosa ham yoqdilar, hojonaga ham yoqdi, odzivlar berdilar. Kuxnyani qaranglar, o'zini kattaligini, vashe katta kuxnya. Men lyustraga vashe gap bo'lishi mumkin emas. Mebellar vobshe chiroyli. Oppo, hech narsasi yo'q, akkuratni. Bir ortiqcha narsa umuman yo'q. Mana bitta parda bu yerda chotga turibdi. Plankalari bilan. Ko'rasizlarmi? Kimga shunaqa chiroyli eksklyuziv pardalar kerak bo'lsa, Zarina dizaynga murojaat qilinglar. Bu xonadondagi pardalarning hammasi, yana bir bor aytaman, eksklyuziv, hammasi pod zakaz kelgan va natural sostavdagi tyullar, natural sostavdagi plankalar. Mana shu plankalar oddiy pardalardan qimmat turadi. Natural sostavda chunki. Tyullarimiz ham natural sostavdagi FND tyullaridan juda ham chiroyli. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sifatiga va shu gap bo'lishi mumkin emas. Neobычный tyul desam ham adashmayman, vobshe chiroyli. Mamutdagi tyul ham o'zimga rosa ham yoqdi, qaranglar, buni ham kombinatsiya qilganmiz. Shunaqa zo'r rangi bo'lgan. Mana bu plankani ham o'zim tanladim. Mana ko'rasizlar, ham bunga tushadi plankamiz, ham bunga tushadi. Shuning uchun neytral rangdan foydalanganmiz va kuxnyamizning ham rangiga zo'r tushgan. Mazza qilib ishlatadi. Ochilib yopilganda ham umuman xalaqit bermaydi. Ochganlarida ham karniz ham zo'r yuradi. Va bitta iplar qatdan yopishgan bular. Ana ko'rasizlarmi, skladkalari ham buzilmaydi. Iplarni yomon ko'raman, terib yuraman qatta bo'lsa. Navbatdagi xonamiz esa yana bitta zalimiz. Bu zalimizda ham ikkita oynasi bor. Juda ham chiroyli qilib mana naturalni barxtimizning matvisidan shunaqa zo'r pardalar tikkanmiz va buni yonida shunaqa zo'r vishuvkalar qildirtirganmiz. Vishuvkamizni satendan qildirib va barxitimizni ustiga qo'yganmiz. Nima deganda biz barxitga vishuvkani qildirmadik, chunki barxitda ichiga kirib qolish ehtimoli bor, chunki biz buni matvi iplardan qilganmiz. Matvi iplar ichiga ozgina kiradi. O'shaning uchun matvi iplar qilingani uchun satenlardan foydalandik. Mana juda ham chiroyli qilib bu pardalarimizni tikdik, eksklyuziv desam ham bo'ladi. Qaranglar, buni yonlarini zo'rligini ko'rasizlarmi? Shunaqa chiroyli belbonlari bilan komplekt. Mana orqalarini ham ko'rsataman, обработкалаrini. Ruchная работа, qo'lda ishlangan bu. Etaklari bilan bir xil eksklyuziv. Faqat mana shu mijozimiznikiga eksklyuziv pod zakaz qildirib keldik buni. Va buni orqasida boyagi zaldagi bunda ham blackout qildirganmiz. Motorimizda Somfi 5 yil garantiyasi bor. Ko'targanimizda holini bemalol ko'riladi.
hovli juda ham chiroyli. Hozir qorong'i bo'lgani uchun ko'rinmayapti sizlarga va biza tulimizning o'rtasida bo'lganmiz. Qaranglar, umuman bilinmaydi chunki Amerikankada bo'lganmiz. Mana qaranglar, обработкаларni yana bir bor aytaman, shunaqa chiroyli Amerikankada bo'lganmiz. Bu обработкani hamma ham tika olmaydi. Juda ham qiyin va juda ham ko'p mehr talab qiladi va juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Mana Amerikankada bo'lingan tul hech qachon bilinmaydi. Mana qaranglar, bo'sh ham bilinmaydi, umuman mana tortilmaydi ham. Umuman tortilmaydi ham, bilinmaydi ham, juda ham akkuratniy bo'lib turadi. Bu oynamizni ham xuddi shunaqa qilganmiz. Mana podokонникgacha rololari bor va mana tegib turibdi. Xuddi shunaqa qilib mana vishfkali satinimizni barxtimizni ustiga qo'yib, akkuratniy qilib tikilgan. Mana etaklari bilan birga bir xil qilib mana bu yerda och barxit, mana bu esa to'q barxitdan foydalanganmiz. Bu yana bitta zal. Bu zalda divan kreslolar bo'ladi, xudo xolisa, va divan kreslolarga mana shu vishfkadan ozginadan yostiqlari bilan kompozitsiya qilib juda ham chiroyli yostiqlar ham qilib beramiz, xudo xolisa. Yana bitta ishimiz qolgan. Bu zalda tepasida qosh zakaz qilingan mana shu mebeldan mana shu qoshimizni ham xudo xolisa tez kunda qilib beramiz. Endi bo'lsa zalli yonida yana bitta xonamiz bor. Oyijonning spalnilari bu. Xo'jonani spalnilari, ya'ni xo'jonani spalnilarini mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham nej shunaqa parda chiqdi. Mana naturalniy barxtimizdan ikki xil rangidan foydalanganmiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Обработкалari ham ikki xil rangdan qilganmiz. Seri bilan bejvi, juda ham chiroyli shunaqa kolitsolar qo'ydik va tulimizni qaranglar. Shunaqa chiroyli tulimizni qo'sh etek qilib ishladik chunki uy baland. Va mana bu yerda setkamizni обработкалаrini bejvidan qildik chunki pardamizda bejvi bo'lgani uchun mana juda ham chiroyli обработкалар qilganmiz, qaranglar. Mana bu yerda ham astarli, mana astarlari bor pardamizni. Orqasidan shunaqa barbaralarimiz ko'rinib turibdi. Qaranglar, bu matoyimizning oti Barbara. Juda ham chiroyli ko'rasizlarmi? Asal bo'lib turibdi. Setkalarimiz eteklar bilan обработка qilingan. Bu xo'jonaning spalnilari. Ko'rib turganinglardek, obyektimizning birinchi etajlarini hammasini sizlarga ko'rsatib chiqdim. Hamma pardalari eksklyuziv, pod zakaz, eko pardalardan, natural sostavdagi tulladan va natural sostavdagi plankalardan bo'lgan. Ayniqsa mana bu xonamizda ruchная работа, takrorlanmas, hech kim uyda yo'q, pardadan bo'ldi mana. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar, kimni uyiga shunaqa eksklyuziv ruchная работа pardalar, ipaklardan tikilgan pardalar kerak bo'lsa, albatta Zarina Dizaynga murojaat qilasizlar. Faqat srochniga tikib bera olmaymiz. Shuning bilan bugungi obzorimizni tugatamiz va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman sizlarga.